Assalomu alaykum, mikrofon qarshisida Zahir Masharipov. Hurmatli obunachilar, bugun biz sizlar bilan 365 kun filmining ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Filmni to'liq Telegram kanalimizdan topasiz. Manzil video ostiga joylangan. Demak, ushbu filmni hali ko'rmaganlar uchun hozir o'ng taraf tepada manzil chiqadi. O'shani ustiga bosib, birinchi qismini ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Albatta bu siz kinoni to'liq tushunib olishingiz uchun. Itak, birinchi qismning so'ngida Lauraning mashinasi tunnel ichiga kirib, u yerdan qaytib chiqmasdan yakun topardi. Albatta biz barchamiz bunday sahna ko'rinishidan keyin Laurani tunnel ichida o'ldirishdi deb o'yladik. Lekin buni qarangki, Laura tirik, u o'lmagan. Ma'lum bo'lishicha, tunnel ichida avariya sodir bo'lgan va natijada Laura homilasini yo'qotgan. Ikkinchi qismning boshida biz yana o'sha sevishgan juftlikni ko'ramiz. Ular orziqib kutgan to'ylariga tayyorgarlik ketayotgan bir paytda bu telbalar hislarini tiya olmay, jinsiy aloqa bilan shug'ullanib ketishadi. Buni ko'rgan Lauraning dugonasi esdan og'ay deb ularni qattiq urishadi. Massimani esa u yerdan haydab yuboradi. Bundan keyin yaqin dugonalar biroz suhbat qurishadi va nihoyat Massima va Lauraning to'yi bo'lib o'tadi. To'ydan keyin Massima ichkariga kirgach, Lauraga "Senga 1 soat muhlat, keyin men seni o'zim xohlagandek qilaman" deydi. Laura ham o'z navbatida "Senga bugun esingdan chiqmaydigan tun hadya qilaman. Borib o'tir" deydi. Massima joyiga borib o'tirgach, Laura ehtirosli tarzda yechinishni boshlaydi va Massimaning qo'llarini ham bog'lab qo'yadi. Yalang'och holda qo'liga o'zini o'yinchoqlarini olib, erining ro'parasida o'zini o'zi qondira boshlaydi va sal keyinroq to'xtab, Massimaga "Ana endi meni o'zing xohlagandek qil, faqat menga yoqadigan bo'lsin" deydi. Massima ham o'zi zo'rg'a o'tirgan edi. Bu gapdan keyin u bir kuch bilan qo'llarini ham yechib, Laurani to'shakka olib o'tib ketadi. Filmni mana shu joyini ko'rsangiz boru, Massimani quturgan shermikan deb o'ylab olasiz. To'g'risida, bular shunaqangi bir-birini shahvatini keltiradigan ishlar qilishadiki, buni qanday tushuntirsam ekan? Xullas, ruschasiga aytadi-yu, "Помешанный" deydi-yu, o'shanaqa gaplarda. Keyin bizga vannada zerikib o'tirgan Lauraning dugonasini ko'rsatishadi. Buni qarangki, Massimaning ishonchli ishchisining ham sevgan qizi yo'q edi. Ammo harakatlariga qaraganda u Lauraning dugonasini yoqtirib qolganga o'xshaydi. U qizga atirgul sovg'a qiladi va ular o'pisha boshlashadi. Sal keyinroq biz o'z asaloylarini juda ham dahshatli tarzda mazza qilib o'tkazayotgan Massima bilan Laurani ko'ramiz. To'g'risi ular goh tabiat qo'ynida, goh basseynda, goh yana bir joylarda o'sha ishlari bilan shug'ullanishardi. Mana Massima va Laura ham uyiga qaytishdi, lekin uy ichiga kirib ularning og'izlari ochilib qoladi. Nimaga deysizmi? Nimagaki uy ichiga kirishlari bilanoq ularni kelishlarini bilmagan Lauraning dugonasi va Massimaning ishchisi uyda hech kim yo'q deb o'zlarining fantaziyaviy o'yinlarini o'ynashayotgan ekan. Keyin dugonalar aylanishga chiqishadi, suhbatlashib birga ovqatlanishadi. Kechqurun esa Massima ishdan uyga qaytgach, uni Laura ko'zni qamashtiradigan ichki kiyimlarda kutib oladi. Eslatib o'tishga majburman, ushbu filmda 18 yoshdan kattalar uchun sahnalar juda ko'p. Biz bularni sizlarga ko'rsata olmaymiz, chunki bu YouTube qoidalariga zid. Shuning uchun ham kinoning to'liq versiyasini Telegram kanalimizga yuklaganmiz. Xohlovchilar kommentariyadagi manzil orqali Telegram kanalimizga kirib, filmni ko'rishi mumkin va Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. Videoni shu joyda to'xtatib turib, agar hali ham videoga like bosmagan bo'lsangiz, iltimos videoga like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Bu ishingiz orqali bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Bu uchun atiga 1 soniyagina vaqtingiz ketadi. O'sha vaqtingizni bizni qo'llab-quvvatlashga sarflasangiz juda xursand bo'lardik. Barchaga rahmat. Demak, ularning hayoti asta-sekin avvalgidek bo'la boshlaydi. Ya'ni asaloyidaqa emas, vaqt o'tishi bilan Massima Lauraga unchalik ham e'tibor bermay, unga yana buyruqlar bera boshlaydi. Bundan keyin albatta ular o'rtasida kelishmovchiliklar boshlanadi. Va filmning yarmiga ham kelmay, unda yangi qahramon paydo bo'ladi. Uning ismi Nacho edi. Nacho Lauraga o'zini shu yerdagi bog'bon sifatida tanishtiradi. Aslida esa bu ham bir boyvachcha, lekin bu haqida sal keyinroq gaplashamiz. Xullas, Nacho va Laura uzoq suhbatlashishadi. Nazarimizda Nacho Lauraga yoqib qolgandek edi. Nimaga endi yo'q? U ham yosh, juda kelishgan yigit edi. Laura esa ayni hozirga kelib eri bilan unchalik ham yaxshi munosabatda emas.
Sevishganlar uyida Yangi yil bayrami nishonlanmoqda. Hamma xursand, bir-biriga sovg'alar ulashishmoqda. Shunda Massima ham sevgilisi Lauraga u uchun ochilgan kiyimlar brendini sovg'a qiladi. Buni kutmagan Laura uni qattiq quchoqlab, "Seni yaxshi ko'raman" deb qo'yadi. Buni qarang, o'zi shundoq ham quvonchli kun bayram edi. Ayni shu kuni Massimaning ishchisi Lauraning dugonasini qo'lini so'rab, unga uzuk taqib qo'yadi. Laura dugonasini tabriklar, Massima esa ishchisini quchoqlar edi. Bayramdan keyin kechasi Laura Massimani sovg'asiz qoldiradi deb o'ylaysizmi? Adashasiz albatta. Chunki Laura ham Massimaga o'xshagan помешанный человек edi. Bilasizmi u nima sovg'a qilganini? U o'zini o'zi Massimaga sovg'a qiladi. Ya'ni Massima u bilan xohlagandek va xohlagancha eksperiment o'tkazishi mumkin. Вот это поворот, конечно. Nimaga deganda, qachonlardir Laura uni ko'rishni ham xohlamasdi, lekin hozir o'zi xohlab berayapti. Как это называется? Пишите в комментариях. Ular ishni tugatgach suhbatlashib yotishadi. Shunda Laura Massimaning akasi borligini biladi va arazlay boshlaydi. "Nimaga endi aytyapsan?" deb. Shunda Massima bu mavzuda gaplashgisi kelmay chiqib ketadi. Sal keyinroq ularning uyida katta bazm bo'ladi. Juda ko'plab mehmonlar tashrif buyuradi. Hatto Lauraning ota-onasi ham kelishadi. Shunda Laurani Massima "Hozir kelaman" deb yolg'iz qoldirib ketadi-yu, uzoq vaqt yo'q bo'lib ketadi. Laura bir o'zi aylanib yurib tepaga qarasa, Massima Anna bilan ichkariga kirib ketayotganini ko'radi va darhol ularning ketidan borib ne ko'z bilan qarasaki, Massima Anna bilan jinsiy aloqa qilib turardi. Hayratdan qotib qolgan Laura otilib u yerdan chiqib ketadi. Shunda uni Nacho uchratadi. Laura esa unga "Meni bu yerlardan olib ket" deydi. Nacho ham qizni ikkilanib o'tirmasdan mashinasida olib ketadi. Yo'lda to'xtashgach, Nacho Lauraga u bilan ketishi mumkinligini, unga bilet bir zumda topishini aytadi. Shundan keyin qiz oyisiga ovozli xabar qoldirib, telefonini ham uloqtirib, Nacho bilan birga ketadi. Keyingi sahna ko'rinishida biz Nacho va Laura birga dam olishayotganlarini ko'ramiz. Laura Nachoning opasi homilador ekanini eshitib, qo'lidagi narsasini tushirib sindiradi. Shunda Nacho jentelmenlarcha uni ko'tarib chetga o'tkazadi va o'zi shisha siniqlarini yig'ishtirishga boradi. Bu paytda Laura sekin jilmayganini ko'ramiz. Bu balkim Nacho unga yoqayotganidan dalolatdir. Bundan keyin esa Laura Nachoning opasi bilan tanishadi. Ular juda tez til topishadi. Bo'layotgan voqealarning barchasi Nacho bilan Laurani bir-biriga yaqinlashtirar edi. Bu yoqda Nacho bilan Laura mazza qilib yurishar, ammo u yoqda Massima Laurani topa olmay aqldan ozar edi. Keling endi shu joyda ozgina bo'lib o'tgan narsalarni tushuntiray sizlarga. Chunki men ham tushunmay qolganman-da boshida. Barchada savol tug'ilishi mumkin. Shunchalik qattiq sevarkan, nimaga xiyonat qiladi deb. Mana sizga javob. U yerda o'sha kuni Massima qizga xiyonat qilgan emas bo'lib chiqadi. O'sha kungi Massima deb o'ylangan erkak aslida Massimaning akasi ekan. Ular atayin Massima va Laurani o'rtasini buzish maqsadida o'sha ishni qilishgan. Afsuski, Laura bu haqiqatni bilmas edi. U erim menga xiyonat qildi deya, o'zi ham boshqa erkak bilan yuribdi. O'zini juda ham mehribon qilib ko'rsatayotgan bu Nachoga ham keladigan bo'lsak, bu yigit ham hech qanday bog'bon emas. U katta bir mafiyaning o'g'li ekan. Uning rejasi o'sha kuni Laurani o'sha uydan olib chiqish bo'lgan. Xullas, oradan biroz vaqtlar o'tadi. Laura ham deyarli Nachoni yoqtirib qoladi. Hattoki Nacho Lauraning tushlariga ham kira boshlaydi. Ammo bu yurishlar uzoqqa cho'zilmaydi. Oxir-oqibat Nacho bor haqiqatni Lauraga aytib beradi. Qiz esa undan qattiq xafa bo'ladi, jahli chiqadi. Ammo nima ham qila olardi? Bo'lar ish bo'lib bo'lgandi. Keyingi sahnada ko'ramizki, ular mashinada Nachoning otasi tomon yo'l olishyapti. U yerga Massima ham boradi. Eshik oldida Laura biz bilan ketadi, buyruq shunday deb qizni olib ketishadi. Nacho esa otasi va Massima yoniga kiradi. Biroz muzokaralardan keyin Massima xotinim tirik ekaniga ishonch hosil qilishim kerak, uni ko'rishni xohlayman deydi. Shunda Nachoning otasi qiz hozirda eng ishonchli soqchimda turibdi. Uning bir tola ham sochi to'kilmaydi deydi. Bu gapni eshitgan Nacho darhol otasiga Laurani umuman boshqa ikkita soqchi olib ketganini aytib, Massimani ham o'zi bilan olib Laurani izlashga ketishadi. Haliyam ular o'z vaqtida ulgurib borishadi. Qarashsa, Massimaning akasi va Anna qizni endi o'ldirmoqchi ekan. Shunda Nacho va Massima ular esa bularga qurol tirashadi. Shu paytda Laura yugurib Massima yoniga o'taman deganda, Anna Lauraga o'q uzadi.
Bunga chiday olmagan Massima Annani ham, o'z akasini ham otib o'ldiradi. U yerdan Nacho ko'zida yosh bilan ketadi. Bundan sezsa bo'ladiki, Nacho ham Lauraga befarq bo'lmagan. Film oxirida qonga belangan Laura yoniga Massima yig'lab o'zini tashlaydi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.